Xudo xohlasa ishlarni boshlaymiz. Mana temirlarimiz turibdi. Chiroyli qilib oldagi prutlarini yechib, tozalab, kraskalarini tozalab, aynalarini chiqarib tashlab, Xudo xohlasa ko'ramiz. Avvalgi holati. Shu qilingan xatolarni bir chekkadan to'g'rilaymiz. Bizni kuzatib boringlar, Xudo xohlasa voqealar rivojini ulashib boramiz. Elektrosuvarka, elektrod, kraskalar tozalagani, shotkalari, metrlar. Barcha Xudo xohlasa mana hamma narsalarni olib kelib oldik, ishni boshlaymiz. Shotkamiz Xudo xohlasa tayyor bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Qo'ramizda yana bitta muammo bor edi. Suv idishlarimizni qo'ygan joyimiz yo'q edi. Ikkita oxirgi orasiga yoki bo'lmasa g'isht ustiga qo'yardik. Bu muammoni ham Xudo xohlasa bir yo'la hal qilib o'tib ketdik. Ko'ringlar mana. Chekkadan suv uchadigan joyi.